Bu videoni zikr olaman degan o'rtog'iga tezda jo'natib qo'ying. Mana shu zikrlardan bittasini olsa, bitta jintirani podarkaga bonus sifatida olib qolish mumkin. Ulgurib qolish kerak faqat. Mana zikr so'rayotgandinglar, qancha zikr kerak sizlarga? Xitoy avto tomonidan IC skalatga naq 15 ta zikr kelgan ekan. Mana shu 15 ta zikr sotilsa, 15 ta sotib olgan odamlarning ishtirokini o'rtasida bitta jintira qo'yiladi. Misol uchun mana shu bitta zikr olsangiz, 15 kishidan bittasiga kimgadir bitta chiqadi. Akalar, shartini o'zimiz tuzamiz. 15 ta zikr sotilganda o'sha 15 ta odamni chaqiraman o'zim. Mana shu o'zimiz 15 ta odam kelishamiz. Shartini qanday qilamiz? Jintirani yutib olishadi. Sizlar nima desanglar shu, lekin men gap lazimga javob beraman, o'zim turib beraman, hammasini boshdan oxirigacha bitta jintirani shunday podarka qilaverlar. Qora jintira beriladi. Mana shu zikrlarni faqat bittasini sotib olgan bo'lishingiz kerak. 2024 yili narxi 43 ming dollardan. Mana diskasi ham toza Z Sport Brembo superlik perforatsiyalik mana bunaqa bo'ladi. Mana bunaqasi bor. Yilini ham ko'ryapsizlar, 2024 ikkinchi oy. Toza 2024 bu. Xohlasanglar mana mokriy asfalt ranglari ham bor. 22 diska ballonlarda kojinli salon bo'ladi. 23-24 bo'ladi bularning yili. Komplektida 7 kilovatlik zaryadniklari ham bor. Qo'shib beriladi. Zavodning o'zida 800 dollar turadi. Mana shu zaryadning o'zi. Shunday bonusga qo'shib beriladi. Qoldi to'liq komplektatsiyada. Kraskalari top-toza, bir tomchi ham kraska yo'q. Bemalol ko'rib tekshirib olishingiz mumkin. Salonini ham ko'ryapsizlar. Eng fulli bu Alcantara salonlik, podoshalar ishlaydi. Mashina bispravik, absolyutni yangi. Xohlasanglar rusifikatsiyasini ham qilib beramiz. U alohida usulga bo'ladi, lekin chiroyli narxlarda qilib beramiz.